Zumrad va qimmat o'zbek xalq ertagi. Bir zamonda katta bir soy bo'yida kichkina bir uy bo'lar ekan. Bu uyda chol, uning Zumrad degan qizi, o'gay ona va uning qimmat degan arzanda qizi turar ekanlar. Kampirning Zumradni ko'rgani ko'zi, otgani o'qi yo'q ekan. U ha deb qizni urib, qarg'ab, ertadan kechgacha ishlatar ekan. Bechoraga bir pas ham tinchlik bermas ekan. Zumrad chiroyli, odobli, muloyim, aqlli qiz ekan. Uni bir ko'rgan kishi yana ko'rsam deb orzu qilar ekan. Xullas, u juda ajoyib qiz ekan. Qimmat esa ishyoqmas, injiq, dimog'dor ekan. Uning butun kuni urush, janjal va to'polon bilan o'tar ekan. Zumrad erta bilan barvaqt ko'zasini ko'tarib, soy yoqalab buloq boshiga borar ekan. Yo'lda uchragan lola gullar boshlarini egib, unga salom berar ekanlar. Zumrad maysalar ustida o'tirib dam olganida, gullar uni olqishlar, bulbullar quvonib, unga hikoyalar aytib berar ekanlar. Ammo xuddi shu gullar kampirning arzandasini sevmas, uni erkalamas ekanlar. Chunki bu qiz ularni yulib tashlar, xushbo'y gullarni hidsiz deb tepkilar ekan. Shuning uchun ham ular qimmat kelar bo'lsa, qovoqlarini solib, yumilib qolar ekanlar. Bularning hammasi yovuz kampirning g'azabini keltirar ekan. Kampir esa buni Zumraddan ko'rar ekan. Bir kuni kampir Zumradni yomonlab, cholga do'q uribdi. Qizing beodob, ishyoqmas, uni haydab yubor. Bo'lmasa seni ham uydan haydab solaman. Chol nima qilarini bilmay qolibdi. Axiri kampir, qizingni o'rmonga olib borib adashtirib kel. U bilan birga turmayman, debdi. Chol qizini adashtirib kelish uchun tog'-toshlarni kezib, o'rmonga boribdi. Ota bola o'rmon ichida uzoq yurishibdi. Axiri quyuq soyali bir joyga borib to'xtashibdi. Keyin chol o'tin kesgani ketibdi. Zumrad yolg'iz qolibdi. Shu paytda birdan shamol turibdi. Chol esa o'rmondagi bir katta daraxtga boltasini osibdi-da, unga og'irroq tosh bog'lab, qattiq itarib yuboribdi. Bolta u yoqdan bu yoqqa urilib to'qqillayveribdi. Shamol juda kuchayibdi. Bolta shamol kuchi bilan uzoq vaqt daraxtga urilib, to'q-to'q qilib tovush chiqaribdi. Zumrad otam o'tin kesayotibdi deb o'ylab, otasini anchagacha kutibdi. Kech bo'libdi. Otasidan darak ham bo'lmabdi. Shamol to'xtabdi. Qiz o'rmondagi chuchmomalarni terib yurib, bexosdan bolta osilgan daraxt tagiga borib qolibdi. Qarasa otasi yo'q emish. Voy sho'rim qursin, voy otajon deb uvvos solib yig'lab, to'rt tomonga yuguribdi. Hech kimdan darak bo'lmabdi. Qiz adashib qolibdi. O'rmon unga yana ham vahimali bo'lib ko'rinibdi. Qiz qayoqqa borishini bilmay, axiri kichik bir so'qmoqdan chopib ketaveribdi. Zumrad uzoq yo'l bosibdi. Qorong'uda gullar uning yo'lini yoritibdi. Keta turib bir vaqt qarasa, uzoqdan miltillagan chiroq ko'rinibdi. Itning hurgani eshitilibdi. Qiz o'sha tomonga qarab yuraveribdi. Tezda kichik bir uyga yetibdi. Uyning derazasidan qarasa, bir kampir o'tirgan emish. Qiz sevinib kampir oldiga kiribdi. Boshidan kechirgan voqealarini kampirga birma-bir aytib beribdi. Uyga shunday chiroyli qizchaning kelganini ko'rgan kampir juda quvonibdi. Bu kampir o'rmonda yashaydigan sehrgar kampir ekan. Kampir qizning yig'laganini ko'rib, "Ko'p xafa bo'lma qizim, senga yordam beraman" deb qizni ovutibdi. Qiz ham unga "Rahmat, buvijon" debdi. "Men sizni onam deb ko'raman. Buyurgan ishingizni jonim bilan qilaman" deb javob beribdi. Shu choq kampirning uyi tepasiga juda ko'p qushlar yig'ilibdi. Ular qizchani maqtab sayrashibdi. Qushlar tilini bilgan sehrgar kampir yana ham quvonibdi. Xosiyatli qizga dunyoda topilmaydigan rasmli kitob va qo'g'irchoqlar beribdi. "Oppoq qizim, shirin qizim, do'mbog'im, munchog'im" deb qizning boshini silab erkalabdi. Ular uzoq vaqt birga turishibdi. Kampir qizchani yaxshilab parvarish qilibdi. Zumrad ozoda qiz bo'lgani uchun uyni supurib sidirib, oynalarni artib surtib, hamma yoqni chinniday qilib qo'yar ekan. Buni ko'rib kampir yana ham quvonar ekan. Bir kun kampir qizchaga osh qilib bermoqchi bo'lib, "Tomdan o'tin olib tush qizim" debdi. Qiz dik etib o'rnidan turib, "Xo'p bo'ladi onajon" deb darrov tomga chiqibdi. Tom baland ekan, undan hamma yoq ko'rinar ekan. Qiz atrofga qarab turib, birdan o'z uyining tomini ko'rib qolibdi. Yuragi orziqib, yig'lab yuboribdi. Buni eshitgan kampir "Nega yig'laysan jon qizim" deb so'ragan ekan. Qiz "Ko'zimga uyimiz ko'rindi, otamni sog'indim" debdi. Kampir uni aldab-suldab yupatibdi. Ikkovlari ovqat pishirib yeyishibdi. Erta bilan kampir qizga "Narsalaringni yig'ishtir qizim" debdi. Qiz qo'richoqlarini yig'ishtiribdi kampir qizga. "Tomda qizil va oq sandiq bor. Oq sandiqni qoldirib, qizil sandiqni olib tush" debdi-yu, o'rmonga kirib ketibdi. Bir vaqtdan keyin o'rmonda saman ot qo'shilgan bir arava yetaklab chiqib, qizni aravaga o'tqizibdi. "Qizil sandiqni uyga borgandan keyin och.
deb kampir qizga bir kalit beribdi. Qiz kampir bilan qayta xayrlashib yo'lga chiqibdi. Bir zumda arava qizning uyini oldida hozir bo'libdi. Shu paytda uy eshigi oldida chol o'z qizini sog'inib, uning dardida yig'lab o'tirgan ekan. Qiz mehribon otasini ko'rishi bilan "Salom otajon" deb otasining bag'riga tashlanibdi. Chol benihoyat xursand bo'lganidan anchagacha ko'z yoshlarini to'xtata olmabdi. Axir yig'idan to'xtab qiziga "Oppog'im, meni kechir" debdi. Ular uyga kirishibdi. Qizning kelgani hammaga ma'lum bo'libdi. Qo'ni-qo'shnilar yig'ilishibdi. Qiz qizil sandiqni ochishi bilan hamma hayron qolibdi. Qizil sandiq asl mollar bilan liq to'la ekan. Mol shuncha ko'p, shu qadar ajoyib emishki, Zumradning butun umriga yetib ortar emish. Bu narsa o'gay onani og'ir tashvishga solibdi. U cholga qizi Qimmatni ham tezda o'rmonga olib borib adashtirib kelishini buyuribdi. Chol xo'p deb Qimmatni darrov o'rmonga adashtirib kelibdi. Kech kirganda Qimmat xuddi Zumradga o'xshab bolta osilgan daraxt tagiga borib qolibdi. Adashganini sezibdi. Ho'ng yig'lasa ham, lekin uni ovutadigan odam topilmabdi. Faqat uning ro'parasida boyqushlar o'tirib olib, qorong'u, vahimali o'rmonlar haqida sayrarmish. Bu kuylar Qimmatni vahimaga solibdi. U qo'rqib, o'rmondan qocha boshlabdi. Qorong'u tushgan paytda sehrgar kampirning uyiga kirib boribdi. Kampir uni yaxshi kutib olibdi, ovutibdi, mehmon qilibdi. So'ngra qizga qarab "Xafa bo'lma qizim, o'zim yordam beraman" debdi. Ammo Qimmat kampirga yaxshi so'zlar topib ayta olmabdi. Chunki onasi unga yaxshi so'zlar o'rgatmagan ekanda. Kampir uni sevmabdi. Yaxshi ertaklar ham aytib bermabdi. Dunyoda topilmaydigan suratli kitoblar va qo'g'irchoqlar ham bermabdi. Qimmat ertadan qora kechgacha yalqovlanib o'tiraverar ekan. Uyni yig'ishtirib supurmas ekan. Bir kuni kampir o'rmondan qaytib kelib unga "Tomdan o'tin olib tush qizim" degan ekan. Qiz "O'zingiz olib tushing, malayingiz yo'q" debdi. Kampir juda ham xafa bo'libdi. Shunga qaramay qizni aldab-suldab tomga chiqaribdi. Lekin qiz o'tin olib tushish o'rniga tom boshida chinqilab yig'layveribdi. Kampir buni eshitib "Nega yig'laysan qizim" deb so'ragan ekan. Qimmat yer tepinib "Uyimni ko'rdim, ketaman" deb yana ho'ngirabdi. Sehrgar kampir qizga "Juda yaxshi, tomdagi sandiqni olib tush" debdi. Qimmat sandiqni olib tushibdi. Keyin kampir qizga bir kalit uzata turib "Mana kalit, sandiqni uyingga borganingda ochasan" debdi. Qiz o'sha onda yig'isini ham unutib, oq sandiqni orqalab jo'nabdi. Sehrgar kampir unga arava ham bermabdi. Qiz og'ir sandiqni ko'targanicha uyiga piyoda kelibdi. Qizning kelishini dastavval olapar it sezibdi. U Qimmatning onasi oldiga borib "Vov vov vov" degan ekan. Kampir quloq solmabdi. It yana vovullab "Opam kelayotirlar, orqalaganlari oq sandiq, ilon bilan liq to'liq" debdi. Kampir g'azablanib, u qulog'i bilan itni urib, oyog'ini sindiribdi. "Mening aqlli qizim qimmatli mollar keltiradi" debdi u. Qizning kelganini ko'rib kampir o'zidan yo'q sevinibdi. Qo'ni-qo'shnilar yig'ilibdi, sandiqni ochmoqchi bo'lishibdi. Shunda kampir bilan qizi ikkisi "Yo'q, ochmanglar" deb o'zlarini sandiq ustiga tashlabdilar. Keyin ikki qulog'idan ko'tarib uyga olib kiribdilar. Yarim kecha payti ekan. Kampir bilan qiz eshik elikni yopib, sandiqni ochishibdi-yu, birdaniga "Voydod, qutqaringlar, ajdar, voydod" deb baqirishibdi. Sandiqda kattakon ikkita ajdar yotgan ekan. Qoqbosh kampir bilan uning urushqoq qizi dodlashib, uyni gir-gir aylanishibdi. Qo'rqqanlaridan qulflangan eshikni ochisha olmabdi va derazadan qochishibdi. Ikki ajdar va kampir qizni quvlab uzoqlarga ketishibdi. Dod-voy degan ovozni eshitgan qo'ni-qo'shnilar eshikni buzib ichkariga kiribdilar. Qarasalar hech kim yo'q emish. Uyda yovuz kampirni ham, uning urushqoq qizini ham topa olmabdilar. Shundan so'ng oq ko'ngil Zumrad bilan ota ikkisi tinchgina yashab, murod maqsadlariga yetibdilar. Ertagimiz yaxshilik bilan tamom bo'libdi.